Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tozamisizlar? Bugun Kalagada kunimizni 3-kuni parashogimiz. Kalaga ichadigan paytimda bolam uyg'onib qoldi. Shuncha tez gapiraman. 3-kun mendagi o'zgarishlar juda ham yaxshi. Ertalab soat 5 da turgan bo'lsam ham hali ham energiya boy bo'laman. Shuni sezaman. Charchog'im yo'q. Bemalol uyqu uxlagimga qolardi, apetga kelibdi. Lekin hozir charchog'im yo'q. Bolamga o'zgarishlarga kelsak, chaqalog'im yaxshi. Qorin og'rig'lar, uyqular hammasi joyida bo'lyapti. Inshaalloh shifoli bo'lsa. Kalaga o'zi necha yoshdan boshlab ichilishi kerak? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bu men uchun qiziq. Sizlar ham kalaga ichganmisizlar yo meni challenge'imga qatnashasizlar? Nima deysizlar? Bismillah. Uchinchi kun